ketdik. Ismi Habibulloh, familiyasi Quddusov. Toshkent shahrida tug'ilgan. 324-maktabda o'qiydi. Oilada kenja farzand. Yoshi 16da. Ijodini notebook bilan strip qilish bilan boshlagan. Hobbisi PlayStationda Minecraft o'ynash. 63 xonadonda istiqomat qiladi. Oybek Raymberdiyev Rikerga Triker deb hazillashgan. Riker bitta xonada akasi bilan yashaydi. Ba'zan ijodini to'xtatib qo'yish odati bor. Hozir kompyuter $4000 turadi. Riker ikkita monitor ishlatadi. Do'stlar bilan ko'chada o'ynashda yomon ko'radi. Aksincha faqat video o'ynash. Lekin hozirda unday emas, hozirda o'qish bilan videolar juda sodda, lekin ajoyib previewlardan foydalanadi. Strip qiladigan kompyuteri $7000 turadi. Notebookini $1500 ga sotib olgan. PUBG o'ynab stream qilmaydi, ammo PUBGni 3-sezonda boshlab o'ynagan. Monetizatsiyasida $2000 ishlagan. Ko'proq e'tiborni hozirda o'qishga bermoqda. Riker grafik dizayner hisoblanadi. YouTube Riker sevimli mashg'ulotlaridan biri. Hozirda 4 xonali uyda oila a'zolari bilan istiqomat qiladi. Oilada jami 4 ta farzand. 2 akasi va bitta opasi bor. Akalari IT sohasida ishlashadi. Riker yoshligida kompyuter o'yinlarini o'ynashga yoqtirgan. Riker sport bilan ham shug'ullanib turadi. Riker nomi o'yin personaji nomidan kelib chiqqan. Ma'lumot uchun ushbu o'yin Battlefield 4. Kanal nomi ko'p marta o'zgargan. Eng boshida Riker Habi nom bo'lgan. Keyin esa Riker Gamerga o'zgartirilgan. Shu nom 1 yil saqlanib qolgan. 2020-24 kuni YouTube kanalini ochgan. O'sha yili gamingga juda kirishib ketgan. Asosan yoz oylarida. Asosan videolari Minecraft haqida bo'ladi. Yoshligida juda ta'sirchan bola bo'lgan. 10,000 obunachisi 13-14 yoshlarida yig'gan. Ko'plab blogerlar bilan juda yaxshi munosabatda. Fezodning ijodini juda hurmat qiladi. Fezod ham Rikerni o'z intervyularida maqtagan. PUBG haqida videolar olib juda ko'p heytga sabab bo'lgan. Minecraft O'zbekistonda mashhur emas deb hisoblaydi. Hozirgi vaqtda reklama taktirlar unga kam murojaat qilishadi. Chunki buning sababi uning tanlagan kontenti hisoblanadi. Ammo reklama bo'lsa 200-300 ming so'mga reklama qiladi. Avvallari kanalga 40-50 ming so'mga reklama qilgan. O'zi o'sha paytda 200 ming so'mga reklama qildirgan. Yaqin 2 yilda Minecraft mashhur bo'ladi degan umidda. Biz Qozog'istonda 5 yil orqadamiz deb hisoblaydi. Hozirgi aql bo'lmaganda Riker kanalini boshlamagan bo'lardi. Yosh YouTuber bo'lishning ko'plab muammolari bor deb aytgan. Rikerni avval YouTube streamlarini bloklagan. Aynan shu bilan birgalikda YouTube kommentlarni ham o'chirib qo'ygan. Kanali 6 oyga blok bo'lgan bo'lsa ham undan keyin ham ancha vaqt blok bo'lib turgan. Aynan shu sababdan 9 oy stream qilmagan. Shundan keyin ham streamlarda maska kiyib streamlar qilishni boshlagan. Bir kun stream qilib o'tirganda konditsioner o'chib qolib, 3 soat terlab nafas qisilib qolgan. Hozirda doimiy bo'lmasa ham reklama takdirlar chiqib turadi. Oson programmasini 2 videosida reklama qilgan. Eng oxirgi videosi 9 oy oldin qo'yilgan. Eng birinchi videosi 4 yil oldin chiqqan. Oson programmasi reklama qilgani uchun $2000 olgan. Oylik daromad o'rtacha $200-300. Megateam yetakchisi hisoblanadi. Hozirda kanalda 558 ta video bor. Riker TikTok, YouTube, Instagram va Telegramda kanallari bor. Maktabda kam boradi, lekin kam borganda ham yaxshi o'qiydi. Telegramda 8000 obunachisi bor edi, lekin 7700 ga tushib qoldi. Buni to'g'rilash uchun hozirroq Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Tezroq 12 qilish kerak.
o'zini o'zbek sigmasi deb hisoblaydi. Buning sababi qo'shiqlarni xuddi chet elliklar kabi ko'tara oladi. Instagramda 14 ming obunachisi bor. O'zini zo'rman deb biladi. Lider Online bilan qardosh. Yasiku Uz va Lider Online video olishga yordam beradi. Sevgan qizi yo'q. Rekord YouTube kanalida 390 ming obunachisi bor. Yoshligida 24 yoshida uylanmoqchi. Eng yoqtirgan ranglari qora, qizil va oq. Eng birinchi videosi qarshigisida. Biroz gapirishda ana u narsalar bo'lyapti desam bo'ladi. Chunki o'zim charchab ketdi. Boshqa bunaqa video chiqarmayman deb o'ylayman. Endi qizcha bilan videolar olgan. 851 ming va 500 ming tini portlatgan. Kompyuter tin portlatganida kompyuteri qotib qolgan. Rekordning Minecraft skini hech kimga o'xshamaydi va uning skini o'zgacha. Kanalda asosan horror videolar chiqadi. Eng yoqtirgan youtuberi o'zim deb hisoblaydi. Instagram va Telegramda ko'pincha o'zi bilan olgan videolari joylab turadi. YouTube'ga katta maqsad bilan kirib kelmagan. O'zi youtuberlarga havas qilib, let's play'lar qilib boshlagan. Gamer bo'lish uchun kompyuter kerak deb hisoblaydi. Eng birinchi xeyteri Lider Online hisoblanadi. Lider Online ko'radigan bo'lsangiz, nimaga uni heyt qilgansiz? Heyt qilmasangiz yaxshi bo'lardi. YouTube'da eng muhimi sifatga ishlash kerak deb hisoblaydi. Elon Musk bilan o'shish orzusi bor. O'yin o'ynamay stream qilmaydi. Eng birinchi o'rinda ota-onalar roziligi deb hisoblaydi. Streamlarda reklama qilmaydi. Mashinalarga umuman qiziqmaydi. Xonasida kubok va Gentra mashinalar turadi. Bugungi fakt ham shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying. Biz tezroq 50 ta, keyin esa 100 ta bo'lishimizga, deyarli 50 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Rekord skindagi Experiment rekord haqida so'zlab bo'lgan. Ular obuna bo'lmagan kirmasak